Salatan noriyadagi fazilat shunaqa ekan. Insonda kelgan qiyinchilik tugun bo'lib turgan bo'lsa, shuni yo'qotadi. Wa min al-khawas sahihati al-mujarrabati qira'atu as-salati an-nariyati tafrijiyya 'ala al-marid wa 'ala al-masru' wal-majnun fa inna Alloha yashfihi bi barakati hadhihi as-salati al-kamilati was-salami at-tamma debdilar. Salatan noriya o'qiyapmiz har kuni. 5 vaqt namozda o'qiyotgan salatan noriya, salatu tafrijiyya ham deyilar ekan. Mana bu qiyinchilikni mana shunday yayib yuboradi. Insonda kelgan qiyinchilik tugun bo'lib turgan bo'lsa, shuni yo'qotadi. Kasalga o'qisa shifo topadi, jinniga o'qilsa jinni o'ziga keladi deyapti. Shunaqa kasalliklar bor ekanki, yiqilib qolgan. Bir tomoni ishlamaydi, yotadi. Hech kim bilmaydi uni nima bo'lib qolganligini. Nima qiladi? Oilasi salatan noriyani shu kasalga qarab o'qiradi, o'zidan o'zi qo'l oyog'i ishlaydigan bo'lib shifo topadi. Salatan noriyadagi fazilat shunaqa ekan. Jinnini o'nglab qo'ysa, majnun tozalansa, kasal shifo topsa, shol odamga Alloh shifo beradigan bo'lsa, siz men biz salatan noriyani o'qib, o'rganib, yodlab yurganda, turganda harakatimiz shundan bo'lsa, Xudo xolasa hayotimiz ham go'zal bo'ladi, oxiratimiz ham obod bo'ladi. Salovat aytgan odamga beriladigan mukofotlar ko'payar ekan inshaalloh.